Jalab bo'lib ketma. Men hozir ham jalabman aka. Jalab so'zi eronchadan olingan bo'lib, o'ziga jal qiluvchi degan ma'noni bildiradi. 800 ta odamni o'zimga qaratib o'tiribmanmi? Men g'ir jalabman aka. 17 ni qachon olding? Voy, kreditga olganman. Endi yo necha oy bo'ldi? Chiqishi bilan oldim, qimmatga oldim-da. Likillab borib olib kelganman. Tomog'ingni orig'i ketdimi ishqilib? Tomog'ingni orig'i ketgan bo'lsa bo'ldi. Sen bilan biz büyük ishlar qilamiz hali. Mana biz sen bilan eng büyük jalab bo'lamiz mashitda. 25 marta o'tirib turasan mashina qilib. Mana. O'sha divan ustiga chiqib olasan mana. Shartingizga siz qoshimni teshyapman. Qilib qol o'shani. O'tirib tur bo'ldi. Muammo nima? Necha marta o'tirib turish kerak? 25 marta o'tirib turasan divanga chiqib. Ay, og'irkan. Voy, jalab. Og'ritda o'sha og'ritda aningda o'tirib tursang o'sha og'ri bo'lgan u. Endi og'rimaydi. Divanga chiq. Men divan ustida o'tirib turmayman. Kim ustida o'tirib turasan sen? Kirmayapti, ittibachcha. Qo'ysangki, kirsa kerak. Birinchi kunlarda esla, ichi qiyin bo'lgan, lekin baribir kirgan. Ozgina kiritdim, bo'ladimi? Yo'q, teshib o'tsin. O'shanda ozgina kirdi, jonim bo'ldimi demagani, oxirigacha teshib o'tgani. Xo'p. Ko'tagan. Men eng buyuk ko'tman. Yillarim ketdi ko't bo'lish uchun. Ay. Qani? Mana. Malades. Og'riyapti. Sig'ari borib, shu bilan mana o'rganib ketgansan. Hozir og'rimay qolgan-ku. Xuddi qosham shunaqa. Ay. Mana shu ovoz kerak edi. Mana shu ovoz kerak. O'l murda shu, o'l, bu kuningdan o'l. Bu kuningdan battar bo'l, ayla o'l. 18 qilmayman, 28 qilmayman, 19 qilmayman. 18 deganda yechintirish bo'ladi. O'yna. Onangiz. Haromi tuzik. Berake onangni sikay berake. Vovulla onang tomiga sikay kulma. Vov de. Vovulla hisobmaslik naxuy o'ynamayman. Ke. Ma yetimcha ke. Ma. Buraya qol. Kecha uying kuyga. Tör yaqonlar. Ha, iflos kichik. Ko't qiyish kichik bilan. Rama qiyish kichik. Qara. Onangni omiga sikka. Bo'ldimi? Onangni omiga sikka. Yedi mani monitorlarimni onangni ko'tiga sikka. Qo'lim kesilib ketdi onangni ko'tiga sikka. Onangni omiga sikka. 2 million so'm bersang bo'lardi-ku. Onangni omini beraman onangni. Tamam pul bermayman onangni. O'sha 2 million ustiga qo'shib 500 ming, 600 ming, 1 million qo'shsam yangi monitor beraman. Lejmi san ketgandan ko'ra onasiga monitor sindirganim yaxshi. Xudo xohlab qoldi. Bitta savol beray sizga. Ha. Nimaga shuncha qiz bor O'zbekistonda? Zo'r, cho'tka qizlar bor-ku. Qozog'istonga anaqa yuribsiz. Tushunmadim bor. Ko'raman, baribir chiqadi-ku.
Nimaga normalniy yigit deyman-da, nimaga unaqa qilyapti deb hayron qolaman. Ha. Qozoq qizi bilan gaplashmoqchi bo'lganimda aytmoqchisiz, to'g'rimi? Gaplashmoqchi bo'lganingiz emas, borib uchrashib ham keldingiz-da, bo'lmaydi, bilmadim. Menga ko'zi karis. Shundoq bola jalka bor. Menga ko'zi karis qizlar yoqadi. Ko'zi bunday bo'lib tursa, jentirang ko'ziga o'xshab, mana bunday bo'lib tursa, yoqadi. Lekin u qiz bilan ham ozroqgina romantikamiz bo'ldi-yu, lekin oxirigacha ahd paymon qilib, oxirigacha pushaymon qilib borganimiz yo'q. Bir ko'rishdik, yulduzimizga to'g'ri kelmadi, ajralishib ketdik. Umuman gaplashmayapmiz hozir. Ha, gaplashmayapsizmi hozir? Yo'q, pasti yil bo'lyapti, o'zi 6 oydan oshdi. Unda klass. Endi ko'p o'zbek qizlari o'sha payt rashk qildi meni. Endi kimdir o'zbek bola bo'lganingiz uchun, kimdir aka, kimdir uka, kimdir balkim yaxshi ko'rgani uchundir. Bildim, sezdim. O'sha paytda o'zim ham sezdim. Ko'pchilik bunaqaday bo'lib ketishdi, sezdim. Lekin to'g'ri aytasiz. O'zimizda O'zbekistonda qishloqda katta bo'lib, sigir sog'ib, tappi yopib katta bo'lgan qizlarimizdan qo'ymasin. Конечно, men bitta so'kmaylar, men Qozog'iston qizlari yomon demoqchi emasman bu gapim bilan. Da. Просто hammani turadigan joyini shart-sharoiti bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Endi biz ham qishloqda bo'lasi, Dubayda ham qishloqimiz, Toshkentga yursak ham qishloqimiz, boshqa joyda ham tan olamiz. Faxrlanaman men qishloqda tug'ilganimdan. Конечно. Lekin siz bilan umuman shu paytgacha gaplashmagan ekanmiz. Mana jalabni o'qitganda otasiga rahmat, inasiga rahmat. Bu jalablaringni qaranglar. Tarbiyani ham shunaqa beraman ustozlar. Mana bu jalab bittaga ko'paydi qaromi. Bitta jalabimizni Turkiyada siqishtirib ketdi bo'ynidan bo'g'ib. Mana bu jalab Moskvada yuribdi. Mehr oqibat ham shunaqa bo'ladimi? Gullar tersam maylimi? Boqqa kirsam maylimi? Katta qutoqda manoga bersam maylimi? Og'ziga olsin bu ko't deydi. Ikki kez. Kim aytadi? Bekzod aka aytdi. O'sha Bekzodda borku, xotini bo'lsa xotinini o'ziga beraman. Onasi bo'lsa onasini o'ziga beraman. Qo'lingizdan kelmaydi, qo'lingizdan keladigan ishni qiling. Nima deyapsiz? Sikaman, qo'shib sikaman u. Sikaman o'shani. Qo'lingizdan keladigan ishni qiling. Qo'lingizdan kelmaydi hayotda. Qiskin. Sen ko'mam laqillamaga qisib o'tir. DJ Max! Rahmat от души. Krasavchik. Ko'pchilik yalar ekan, ha? Ana endi shart bajarasan. Ehtiyotma, tashqarida bir tulki ompom jeb ketmasin, jovushib. Tulki birdan omga jovushan, qarang-da. Aytib qo'ydim. Hamma padalitsa olib tursin. O'g'ajonlarim, qaranglar, men ekranga chiqaraman. Mana ular bermaganlar o'zi bir sutkaga bir marta beriladi. O'zi bitta tanga o'zi. Bir tanga o'g'ajonlar mana chiqarib ekranga turibdi-ku, shuna bitta bosib olsalang vaziyati bo'lar o'zi. Bir kunda bir marta berganlar boshqa bera olmaydi. Xudo taraf rahmat. Bitta любой Opacha suvni quyib, tayyorlanib, tulki purkularga dam berib berguncha. Tulki purkularga dam berib keladi, ungacha opa. Ehtiyot bo'lmasin, ha, senda ekan ham. Bo'ldi. Qo'lqing. Qo'l qilyapsan, mayli? Men rosa berib kalkalagan uchun. Aha. Imsakingiz sovqat. O'zi siz sovuq. Yan opaning imsagi bizni kechir. Imsak ko'rgimiz keldi ozgina. Voy jala. Voy imsak deydimi? Endi chiqisi yo'q endi. Bosing. Dunyoni yarim mol-mulkini sen uchun topib beraman. Bitta yotaylik deyapti. Bor yo'g'ini tusiga olib mana bitta shunday berish kelama.
bitta shu tokchaga qo'yish qilaman shaharlik. Bitta tokchaga qo'yish qilaman. 2 kun vaqtim kelib ketadi. 2 kun. 1 kun faqat tomosha qilaman durbin bilan, miskakop bilan. 1 kun faqat tomosha. Ikkinchi kun shu badaningga tekish qilsa bo'ldi. Shaharlik. Baxil.